Eysa Elkün hakkımızı sözü teksip kılay. Siz Eysa Elkün hakkımızga Uyghur irqiy qirg'inchiligi va uning tarixiy farq ko'rinishi deganlikdan bize söz ettirdi. Assalamu alaikum arkadaşlar. Sizlerle bu temin toplumda söyleşim duran şu İstanbul 22 senene ulaştırılan Uyghur Project Fondu bu fondaki mesulü herkeslik hakkımızda ve meşal grupsuz kardeşlerine ve İstanbul'daki şu Börhan Efendim Katarlık müfidakar kardeşlerimize Allah'a rahmet eylemen. Benim söyleyen temam Xitayning Uyghur qirg'inchiligi, Uyghur irqiy qirg'inchiligi haqida taqdimot qilishi. Bugungi temamizda dastlabda bizdagi do'stimiz Gulshan Abduqodir umumyuzlik irqiy qirg'inchilikning tarjimalari to'g'risida so'zlab o'tdi. Men so'zlashib bo'lgan bu tema şu yakın mezgillardaki ben tarif köp to'xtalmayman, ama tarif belki görüşüm mümkün. Bu yakın mezgillardaki şu Uyghur irqiy qirg'inchiligidagi tarix arttırışı. Bu tema nima uchun bu tema so'zlandi degan vaqtda bu tema ben 2016-yılı vatanimizda irqiy qirg'inchilikning shabisini bayqa vaqtdan boshlab bu temaga diqqat qilib keldim. Keyin 3 yil davom qildi. Nurg'ulg'an Angliya va Yevropadagi ilmiy sahnlarda, institutlarda Uyg'ur va muxbirlarga bu Uyg'ur qirg'inchiligi haqida ko'p ma'lumotlarni berdim. Bulutmu ingliz tillik medialarda, axborotlarda Uyghur qirg'inchiligi xuddi bir vaqtda 2017-yildan keyin yuz berganda qandaqdir. Buning oldida Uyg'urlar Xitoy kommunist hokimiyatiniki 70 yillik mustamlikasida xuddi bexatar hozircha meshqandak uning oldidagi nima uchun bu irqiy qirg'inchilik yuz berdi degan bu savolga javob, buning sabab va natijalari so'zlandi axborotlarda. Shuning bilan 2020-yili Angliyadagi shu xususiy maktab Eton kollej deydi, shu dunyodagi shu dunyo joylardan oiladan bolalar kelib o'qiydigan maktab Angliyada. Shu maktabga bir leksiya taklif qilindi. Şu leksiyada ular menden bu savol sordu. Biz bu köp anladık axborotlarda bu irqiy qirg'inchiligi bu qadamda bo'ldimi, burun bo'lganmi? Sizlar demak hech qanday bu haqda bir ma'lumotlar yo'q. Irqiy qirg'inchiligi bu sizlar uzun mezgil Xitoyniki mustamlikasida yashab turgan Uyg'urlar bu haqda bir qisqamiz, chunki bunga bir sabab bo'lishi kerak degandan keyin bu o'shalarning savollari meni o'ylantirdi. Keyin shu haqda izlandim ve 2000'da kim bu hafta kim Germaniyada ve Angliyada şu Uyghur irqiy qirg'inchiligi tarixiy arxiv ko'rinishi haqida bu resmi matbuotlarda, jurnallarda bu maqola e'lon qilindi. Kim bu maqolani inglizcha, ya'ni g'arb dunyosiga bilish maqsadida yozilgan maqola. Şu cümleden bu bizim halkımız mı? Bizimiz gerçek bizim halkımız mı? Bu yaşlarımız biliş gerek. Çünkü bu irqiy qirg'inchilik qanday boshlangan? Bu şu 1949-yildan bugünkü kadar biz halkımız qanday kunlarni ko'rgan va buniki g'arb matbuoti. G'arb qancha biladi bu irqiy qirg'inchiligini. Bu haqda tizilish asosida tayyorlangan günümüzde yüz beriyotgan Uyghur qirg'inchiligi bo'lsa faqat 2017-yildan keyin yuz bergan bo'lmasdan tarixdan necha o'n qatorlar tekrar yuz bergan. Asrdan buyon Manchur Chin istilosiga qarshi erkin va mustaqil yashash ko'rishini davom qilib
kelayotgan Uyg'ur xalqining siyosiy qismati Rossiya, Buyuk Britaniya va Çin Manchu davlatlari o'rtasida o'ynalgan O'rta Osiyo buyuk o'yini tarafidan 19 asrning 70 va 80 yillarida Uyg'urlarning eng oxirgi mustaqil Qashqariyat davlati takrar Manchu imperiyasining mustamlika sistemiga mahkum qilinganligi sababli hal bo'lmay kelgan bo'lib, shu davrdan keyin Uyg'ur vatani Rossiyaning izchil takrar va bevosita siyosiy mudohala qilishlari natijasida 1949-yilda Xitoy kommunistlar tarafidan ishg'ol qilishga majburlash bilan ofatlangan. Bugun bo'lsa, dunyodagi eng qabiy irqiy qirg'inchilikni beshni o'tkazayotgan tragediyaga qismatdir. Undaqda Xitoylar nimishqa satichi sepil soqqan? Xitoylar tarixda Hun, Turk, Uyg'ur qatorliq yaylaq millatlardan qo'rqqanligi uchun o'zlarining shimoliy chegarasiga 21,000 kilometr keladigan uzunlikdagi buyuk sepilni necha asrlar davomida qurib chiqqan. Xitoy hukumati nima uchun 21-asrda qayta tarbiyalash nomida Uyg'urlar vatanida jazo lagerlari qurdi? Xitoy hukumati Uyg'urlarni har qanday mumkin bo'lgan vositalarni qo'llanib majburiy assimilyatsiya qilish orqali Uyg'ur milliy kimligini Xitoy ham madaniyat kimligiga o'zgartirib, yangidan loyihalab chiqish va bu vositalar orqali eng oxirida Uyg'uristondagi ishg'oliyatni abadiylashtirishni maqsad qilgan. Bu yerda bir so'zni tushirib ketishga majbur bo'ldim. Çünkü maqolaning hajmi aytib, shu seril hujjat shaklida qisqa negizlik loyihalarni sizlarga o'rtoqlashishni maqsad qildim. Maqolani o'qish Türk bo'lmay yurtdashdim. Miladdan burungi 221-yili imperator Qin Shi Huang Xitoyning shimoliy chegarasini Hun qatorli chorvachi millatlardan mutafaqqat uchun buyuk sepilni silishga buyruq qilgan. Miladi 2017-yili 10-mart kuni Xitoyning diktatori Xi Jinping Uyg'urlarning vatanida Xinjiangning chegaralariga temir sepil qurib chiqishni buyruq qilgan. Xinhua agentliklari. Bundaqda Qashqariyadan Xitoyning Xinjiang naqshida yangi zamingacha o'tganki 2 asr mobaynida 1959-yili Uyg'ur vatani Manchu ishg'oliyatiga tushgandan keyin bu vatan beşten nur bo'lgan qonliq va rahimsiz vaqalarni beshni keltirdi. Bu yillarda talay irqiy qirg'inchiliklar yuz bergan bo'lib, Uyg'urlarning Manchu va Xitoy ishg'olchilariga qarshi ilib borgan qo'zg'olonlari qonliq bostirilgandan keyin keng ko'lamda aholilarni o'ldirib, qisos olishni maqsad qilgan irqiy qirg'inchiliklar yuz bergan. Rossiya generali Kropotkinning 1882-yili yozgan Qashqariya nomli kitobida Manchu general Zoltongning 1870-yillarda Qashqariya, ya'ni Sharqiy Turkistonda qaytadan bo'ysunganligi tasvirlangan bo'lib, Qashqariya amiri Yoqub Bey mag'lub bo'lgandan keyin Zoltongning Kucha, Aqsu, Qashqar va Xotan qatorliq Uyg'ur yurtlarining 6 shaharda millionga yaqin kishilarni qandoq qilganligi bayon qilindi. Uyg'urlar vatanining qaytadan mustamlika qilinishi va qaytadan lohiyalanishi Sharqiy Turkiston Cumhuriyatlaridan tırnak atalmış Şinjan Uyg'ur Abdum rayonigacha 1944-yili 11-ayning 12-g'ujida Uyg'ur va qozoqlar Xitoy millatchi hokimiga qarshi qo'zg'alib ikkinchi qatimli Sharqiy Turkiston Cumhuriyatini qurdi. Bu cumhuriyat qurilgan dastlabki yillarda Sovet ittifoqining harbiy qo'llashiga erishgan. Sababi Moskva Amerikaning harbiy va siyosiy yordamga erishib kelayotgan Nanjing Xitoy millatchi hokimiyatini saqlab ustiga ilib kelishga majburlashni amalga oshirishni maqsad qilganligi uchun yana bir qatim Uyg'urlarni qo'llanish o'yinini o'ylashni tanlagan. İkinci Dünya Urushu'dan keyin uzun o'tmay Xitoyning siyosiy vaziyati ichki urush sababidan jiddiy o'zgarishga boshlaydi. Stalin G'arbga qarshi xalqaro Sovet sotsializm lagerini qurish va kengaytirish siyosiy o'yinlarini amalga oshirish uchun Mao boshchiligida kommunistlarni qo'llashni boshlaydi. Oqibatda Uyg'urlarning yangidan qurilmoqchi bo'lgan Xitoy siyosiy davlatining bir qismi bo'lishga majbur qildi. Sharqiy Turkiston Cumhuriyatining raisi Ahmadjon Qosimi
ve başka onlarca rehberler Almatı'da, Moskova'da sefer ötküzüp bunların telpini red kıldı. Ki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin vekili ayrılan bilen Moskova elip gelinip Soğuk KGB'ler tarafından vekiller şimdiki öldürüldü. Kahraman hocam verdi. Ama Moskva ve Xitay taraf Ahmetcan Qasım başlık vekillerinin 1945-yili 27 Ağustos günü aeroplan düşüp ketiş vakasından Baykal Gölü etrafında kaza kılınmasını bildirdi. Ahmetcan, merhum rehberimiz Ahmetcan Qasım'ı ve yöneticisi Abdülkerim Abbasov şu Xitay Milletler Partisi Komündanlık'ın sebepsizde ortalık görüşü. Xitay Kızıl Armiyası'nın generali Wang Jin, Mao Zedong tarafından 1949 yıl oktyabırda Stalin'in bevosita harbiy qo'llashi bilan Sharqi Turkistonni ishg'ol qilish avatilgan. Wang Jin Uyg'ur vatanini ishg'ol qilish uchun kelganda garchi Uyg'ur sarxillari, ziyolilari shundaqla Sharqi Turkistonning sobiq askarlari turli qarshilik ko'rsatgan bo'lsin, ammo bu qarshilik Sovet İttifaqının Xitayning Uyg'urlarni bostirish harbiy yurishini qo'llashi bilan barliq qarshiliklar rahimsizlarcha bostirildi. Hem yer islohoti nomida O'zbekiston qilayotgan bostirishlarda Uyg'urlarning nurg'un ziyolilari, diniy yo'lboshchilarga, boylari ham begunoh xalqlar qarta eksinqilabchi, qo'mishlik, yangilash qatorliq ko'ktam va qalpoqlar kaydirilib, yüz minglagan Uyg'ur va boshqa turk xalqlar Wang Jin armiyasi tomonidan qirg'oqlandi. Bu görünüşler şu vakit tarihi ehmetli görünüşler bir yerde destekçisi Şanghay'dan yetkiyen mülazimetçi Xitay ayarları, bunun yanındaki askerler ve bizim Burhanşehir Vatandaşlar Takımı oluşturduğu Xitay Kızıl Armiyası'nın kütüphanı görünüşler. Bu ne mi desemler, bayan falan yapsa? Gansu'daki köşmeler tutacağız. Gansu'daki köşmeler eğer de Aksu'nun aralığa yerlerse biz bunlara yani bunlara 20 bin yerden bulup verip bunların yerleştirilmiş bu şey kadar yapılan bir görünüş. Keyif tema hak zərbe verişdən bölgüncülük və terörlük qarşı duruş namətli bastırış hərəkətləri. Xitay hökuməti 1990 yıllarda Uyğur müstəqillik hərəkətinə qarşı duruş üçün layihələyən bir yürüyüş qattiq zərbe veriş fəaliyyətini yol qoymuş başladı. Amma Uyğurların öldürülən Xitayның içki qanunu belgilənən qanun alda təm bərabərlik, kurallar və siyasi hukukunu talep qilishni azaldan to'xtatdi. Xitoy hukumati har turli sabablarni bahona qilib, Uyg'urlarga zarba berish va ularning qonuniy huquqini dafsanda qilishni qonunlashtirish urindi. Amerikada yuz bergan 11-sentabr terrorlik voqeasidan keyin Xitoy terrorlikqa qarshi turishni Uyg'urlarga qarata yangi bir bosqichdagi bostirish va zarba berishni qonunli sababiga aylantirdi. Xitay dairələrinin Uyğurlar qarşı rəhimsiz siyasətlərinin bir misali sütüdə yakınqı 20 yıl içində Uyğur vətən yüz bergen iki qadamlıq kölməkən tinç namayışının qandaq rəhimsizlərcə qallıb bastırılğanlığını misal qıla alayımız. This program has obtained exclusive evidence of what Beijing itself calls a pitiless crackdown on a nascent independence movement in the province of Xinjiang. The home of the Muslim Uyghur people, the area was briefly known after the war as the Republic of East Turkestan. But in 1949, Chairman Mao absorbed it into the province of Xinjiang. In recent years, the Uyghurs have been the victims of discrimination, and any protest has been swiftly crushed. Our Foreign Affairs correspondent Gabby Rado has a special report on the situation there. Viewers are warned that some of the images and scenes in his report are disturbing. In Chinese, Xinjiang means new frontier, but for many this is eastern Turkestan, or the ancient lands of the Silk Road.
Though Beijing has long claimed its many ethnic groups live together in harmony, the largest of the Muslim people in the province, the Uyghurs, are now asserting their identity and challenging the Chinese government. Much of this film was shot secretly because in Xinjiang, just talking to foreign journalists has been punished with arrest and long imprisonment. Even exiles are reluctant to reveal their identities for fear of reprisals against their families. Qashqarda bir vaziyat kengayib yig'ilishadi. Uning ustiga Qashqarning o'zida qiz o'g'il yoshlarning turmushga chiqaganlar. Albatta bular erkin fikr bilan emas, 4 odam bir joyda o'tirib parajabul qilmaydi. Ular yo'q. In February this year, many hundreds of demonstrators took to the streets of Gulja in the northwest of Xinjiang. Word had spread among them. Bu aynı vaqtda bu Angliyaniki mustaqil TV, ITV'de mustaqil TV televiziyasiniki mustaqil televiziyasi Angliyada ikki zo'r ishni qildi. Biri Gulja voqeasini, Gulja qirg'inchiligini naq shu vaqtda bu zo'r ko'rsatdi va Yipak yo'lidagi o'lim bizim Angliyada o'qishgan buni mustaqil TV'de, ITV'de shu atomdagi ziyonkashlikka uchragan uyg'urlarniki vaqt ko'rsatdi. Buni nima ish ko'rsatdi deganda qirg'inchilikni o'z ko'zinglarda ko'ringlar dedim. 1997 yilda o'jib bo'lgan qirg'inchilik. Chunki buning avtori shu vaqt ko'ringlar. Shundoq yosh. Bu vaqt Mamadahi 30'dan qarasida ama 25 yilda aşağı vaqtlarımga bu efendim bilan chunki biz Uyg'ur qirg'inchilik to'g'risida so'rashib bu efendim bilan 2021 yil biz bir kun telefon qildik. Bu Yaman John Snow hozir pensiya chiqdi va Celebrate Angliyada naydi ataliq bir muxbir. Nima qilib aziz qanday turibsan dedi. Yaxshi emasman. Sen bilan so'rashyapman dedi. Ben John Snow degan radiosim oldida video Uyuqlarni unutib qolmabsiz dedim, unutib qolmadim dedi. Bundan söz söhbət etmezsem dedi. Muşu efendimden söhbət edildi. Demek artık 20 neçə il ötkenliği ki Muşu kanal yana şu söhbətini aldı. Bu efendimin pensiya çıktı. Buna kendi ikincisini hangi vakit ötkenliği artısında alıqda. So earlier I spoke to Aziz Isa Elkun, a London-based Uyghur academic and activist. I started by asking for his reaction to the Chinese ambassador who said there was no Uyghur repression in China. That's not true. This is the nature of Chinese embassy or ambassador keep lying about everything, even though there's a whole world approved there's a genocide taking place right now. It's very, very difficult for us to get information out of the Uyghur region. Can you tell us what you know the Uyghurs are going through? I mean, I know your mother is still there, and tell us about her. Yes, it's bu endi şu vaqtda Xitoy elchixonasi Angliyadagi BBC'ga bir qancha ko'rsatib bu yerda birdan qilichi mavjud emas. Degandeki meniki uniki Xitoydagi shu vaqtdagi elchixonasi baş elchisi. Baş elchisi ben radyo qaytdim. Keyin bir yildan keyin qolmay bu Xitoy chaqirib Angliyadan ayrılib ketdi u. Bu yerda temamiz hamda shu irqiy qirg'inchilikniki qarshi arqonchilar bo'libmi navbatdagi. So earlier I spoke to Aziz. Endi buni qaraydi. 2009-yildagi Urumchi qirg'inchilik. Buni birinchi o'qiydi. Urumchi qirg'inchilik yuz berib 2 yildan keyin, Urumchi qirg'inchilik yuz berib 2 kundan keyin kechiring. 2 kundan keyin, ya'ni 7-iyul kuni 2009-yili Xitoy Kompartiyasining Urumchi sekretari Wang Lanshanning namoyish qilgan Uyg'urlarni qattiq bosish haqida qilgan chaqiriqdan ilhom olgan Urumchidagi 10 minglagan Xitoy aholisi ko'chalarga chiqib Uyg'urlarga qarshi namoyish qildi va zo'ravon harakatini olib borgan. Xitoylar kaltak, pichoq, neyza, qalqin qatorli qurollardan qurollanib, Abdumrayli hukumatdan biz Wang Junni sig'indik.
bizning amonligimiz uchun markaz Shinjongga yana bir Bangjinni avatish talab qilib norozi bo'ldi. Dastlabda Bangjin million Uyg'urlarni qirgan. 49-yildan beri. Bu 2009-yilga kelganda Urumchi Xitoy aholilar Bangjinni sevadi. Keyingi tema bu 40-yillik haqida. Keyingi tema 2017-yildan boshlangan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi. Davomlashayotgan kunimizga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi. Xulosa. Ben yukarıda oturup ötken bayanlarımın xulasıftıda Indiana Universitesi'nin tarihçisi Profesör Gardner Boyle'nin Uygur krizisinin tarihi kilip çıkışı yıldızı toğusu etkallarını tövendeki yakınımı etkallar toğusunda ve onun yakını kısmen kuşlamayın. Ondan kuşlamayın, kısmen kuşlamayın. Nöbetdeki Uygur krizisi, Uygur irqiy qirg'inchiligi bugungi kunda yuz bergan va davom qilayotgan zo'ravonlik madaniyatidan kelgan emas. Yoki aytilib kelayotgandek chet el kuchlari suiqasdining mas'uli emas. Rayonda yuz berayotgan ziddiyatlarning bir qancha sabablari bor. Ularning eng muhimlaridan biri Uyg'ur elidagi yerlik avtonomiya sistemasining to'g'ri ijro qilinganligini barliq qalaymaqonchilikning asosiy manbasi deb qarash kerak. Rayonda uzaq muddat davom qilib kelayotgan Uyg'urlarning mustaqillik da'vosi bilan Xitoy hukumati o'tirisidagi masalani tubdan hal qilishdan ko'ra hokimiyat Uyg'urlarning noroziligini texmo ulg'aytirdi va urush holatiga olib bordi. Bu Amerikalik atalıq tarixchi Boyle'ningki xulosasi. Men qisman qo'shilaman bu fikrga. Albatta qisman qo'shilaman deganda chunki biz qirg'inchilikqa bir qatam yana 2017-yili yuzlanmadik. Bangjin 1949-yildan hozirgacha nurg'un qatam takror har 5 yilda, har 10 yilda xalqimiz irqiy qirg'inchilikni beshdan kechirdi. Biz shunga rahmat aytamizki, bu uchur aloqalarning qulaylashishi, ijtimoiy uchur aloqalarning kuchli bo'lishi sababidan garchi Xitoy hukumati nihoyatda kuchaygan bo'lsa-mu, bu irqiy qirg'inchilik dunyoning ko'zidan, dunyoninki axborotidan buni yurib qilolmadi. Bunda albatta mishad o'tirgan nurg'un qarindoshlarimizning jonpiyor, vatansuvar, millatsuvar qarindoshlarimizning fidokorligi albatta bu fidokorligimiz nazarda saqlamaymiz. Xo'sh, undaqda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi 3 qatimliq qirg'inchilikni bayon qilib o'tdik. Undaqda keyin nima bo'ldi? Yana qanday irqiy qirg'inchilik yuz berdi? Bu yerda ikki nuqtada degandek yoshlarimizni shu irqiy qirg'inchilikniki tub mohiyatini tushundik. Bu irqiy qirg'inchilik qandaqdir? Bizniki Uyg'urlar biz islom dini e'tiqodimiz sababli, yoki chekkanligimiz sababli, saqoqlik sababli emas. Negizi bu maqolning negizi, bu maqsadning tub nishoni Uyg'urlarningki shu milliy mavjudlik Xitoydan farqli milliy alayligimiz. Buning ichida albatta diniy e'tiqodimiz bor, madaniyat kimligimiz shuni o'zimizni asl Xitoydan tam yashay oladigan, Xitoyning madaniyatini qabul qiladigan, bu orqali xuddi Tunganlarga o'xshash Uyg'urlarni boshqa millat kimligini Xitoy Kommunist partiyasi barpo qilish, shu orqali 1,800,000 kilometrdan ko'proq bu muqaddas vatanimizni o'zining mangu tuproq qilib bizni yo'qotish. Rahmat.